O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib o'tishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 31-may kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, O'zbekiston bo'yicha havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Chang-to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 27-32 daraja issiq bo'ladi. Toshkentda havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 28-30 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Harorat 17-22 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, sog' salomat bo'ling.